Xo'p, tenant qisqa qilib aytganda har bir mijozga o'sha proyektimizni, o'sha saytimizda har bir mijoz uchun alohida xizmat ko'rsatishni ta'minlashga yordam beradi. Har bir uchun alohida xizmat ko'rsatadi. Yana bu yerda o'sha roles bo'limimiz bor. Bu yerda admin, super admin va admin tenant. Mana bu admin yaratilganda avtomat bunga admin tenant qo'shilib ketadi. Ya'ni bu yoqda tenants bor va users bor. Mana bu Otabek admin, ya'ni admin tenant hozir. Otabekda ID'si 15. Bu yoqda rolesda admin tenant bor. Bu rollarga permissionlar biriktirsa bo'ladi. Model has role, mana bu, ya'ni Laravel sprite'da qilingan bu. Model ID'si 15, ya'ni user qaysi model deydigan bo'lsa, user modeldagi 15-ID ga teng bo'lgan ma'lumot, ya'ni o'sha 15-IDli userga role ID'si 2 ga teng bo'lgan rolni bog'layapti. Role ID'si 2 ga teng bo'lgan bu admin tenant. Laravel sprite va tenantni birga ishlatilishi shu holatda bo'ladi. Buni endi agar proyektni davom ettirilsa, o'sha alohida databazga ajratilish barcha holatlariga moslashgan. Hozir buni opисаниеga GitHub reponi qo'yaman. Bemalol olib o'zlaringda amaliyot qilib ishlatsalaring bo'ladi. Yana o'sha eslataman, barber backend Postgres'da ishlaydi. Docker'da ustanovka qilingan. Docker YAML. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda buni databazlarni alohida ajratish, databazda 3 xil holat, ya'ni boya ko'rganimiz 3 xil holatda separate database, separate schema, ya'ni schemaga ajratish, databazda alohida qilish va barchasini bir joyda saqlasa qanday ishlashlari haqida gaplashamiz. E'tibor uchun rahmat.